o'rtoqlarim, yaxshimisizlar? Bugun Sho'rug'iz bilan nechinchi qismini? 8-qismni olamiz. Sho'rug'iz, o'zing haqingdan ma'lumot va so'zlarni ayt. Men shu videoga qatnashishimga sababi Chigi yomg'ir yog'ibdi. o'zimiz hayotda boqishtirma yomon bo'ladi ekan, bilib qoladi. Nimani bilib qoladi? Karochim sandiq tarjima o'z ya'ni sarzusan uchun mening kanalimga video olishga yordam berdi. Bo'lmasa yo'q, aytdim. O'taychidim aslida. Uzun videolarni ko'ring. Yo'q, Uzun videolar tunchop dunakori chimpoyt bos. Qani kun. Qani quyosh qayerga bo'ldi? Uxlagani ketgandir. Albatta uxlagani ketdi. Sani boshingni ko'rmaslikka ketdi. Shuning uchun jimgina yot. Qiziq sangara hozirni. Yo'q. Bitta joni. Tunnami? Qani? Mana. Yo'q. Bitta chiroq aytsang bo'ladi, yana bitta zarba berib oladi. Uxlashni ko'chilarimning patlari sariq. Sarguzari misoli taraf. Bechorada tarjima. Mana shu daraxt cho'pami? Yo'q, bu daraxt cho'pilmaydi, tushundingmi? Mana bu boltang yotibdi. Boy o'lib qoldi. Davay. Ishga qaytsa, video juda uzun bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun mana bu creeper uyimizga kelibdi. Qoch, o'zim yo'yaman. Ikkita creeper kelibdi. Qoch! Men ikkinchisi men yo'yaman, tushundingmi? Ya, sen bot deb yozinglar. Asa urdingmi meni? O'zim o'ylamda. Qora ochildi. Ikkita tushdi men to'g'ri. Aynan o'ldi. Omad yo'qdi, sen yo'q, omad. Omadsizsan-da. Mayli, mana nobda o'yini ko'rsatmaymiz a. Ming afsus. Sho'rug' senga O'z ikkitasi kerak. Takrash o'zimizga suyak to'plasa bo'ladi. Bo'ldi. Mana, sariq qo'ydi o'ylanma. Mana nima balo bo'ldi? Ko'pchilik obunachilar tars bo'lib qilishsagu bo'lsa zo'r ekan. Sho'rug' baxti, hozir baxti Sho'rug' madhiya eshit madhiyani. Baxti qiziq video uchun madhiya kerak, baxti Sho'rug'. Bu madhiya Sho'rug'iz haqida. Sho'rug'izning madhiyasi men haqida. Mening madhiyam mana bu daraxt tunka haqida. Tunkani daraxtichi mana sigir haqida. Sigirni gapichi mana bu yomg'ir haqida. Ha. Mana Sho'rug'izning do'stlari Asadbek haqida. Sho'rug'ning akalari do'stlar haqida. Bor, o'shalarga boy sevgim. Seni sevaman. Go'day. To'xta, nima ishtajon? Mana bitta zo'r qo'shiq aytaman. Bor, o'shalarga boy sevgim. Seni sevaman, borajonim. 1, 2, 3, 16 chumayta, akala kuchukcha o'lsin, bolasi menga qolsin, bolasini sotaylik, sabziga solaylik. Videoni ko'rib o'tirganlar sasin. Tadan. Biz video ko'rmaymiz, video olamiz, biz nimamiz? Yo'q, men bu foruq bor ekan kifta. Tabog'i bo'lganga obunachilar. Video 2 olamiz. U daqiqa bo'lib ketibdi, tezlash kerak, shippa deb qurtashash kerak. Nima qurasan, men bunaqa yo'lga. Quramanni kimdan ko'ra? Men buklayman, qopda katta bo'lib qopda. Sindi qaytiyapti. Haligi 2 man qo'yish kerak. Men nima qilyapman o'zi? Yo'q, men bu savol tushib ketmayman. Bu savol bilasanmi? Bitta resus. Katta sindigan. Sandiq borki. Mana pastga daraxt tashiyapman, ol.
Daraxtlar sindirib olasan karotchi. Deganini tushib ketdi o'zim. Men ko'ngich almas topishim kerak-da, almas unutmayman. Bo'lsa ovqat ol o'zingga. O'zi ovqat yo'qda almas topishdan ko'ra ovqat muammosi hal qil. Men shu uy qurish muammosini hal qilaman. Bu qo'ysa hech zavolda Minecraftda muammo bo'larmidi? Albatta deydiganlar uchun ham. Minecraftda muammolar tugamaydi deganlar uchun Shohruz madhiya aytib beradi. Mana ekan, qashin men qo'rqib bor dedi, ajinadi o'ylanmasan. Yo'q do'stlar, bu sizlar bilan tarjima o'zib kimdir gapiryapti. Sherozbek pastga chiziqchani ham obuna bo'ling. 13 obunachisi bor. Tezroq ko'taraylik, Shohruzdan o'zib ketsin. Men yozgan piramida qurish. Ha. O'sha piramida qurishni challenge'ini bajarganman. 2 soat ketgan. Menga challenge berishmagan. Obuna bo'lmanglar deyishgan kimgadir. Ya'ni o'zidan o'tib ketgan. Shohru 2 ta jonim qoldi. Hozir 10-daraja uxlashni istaysanmi? Men 1-darajaman. Agar men o'ldirsang darajam yo'q bo'ladi. Men bu Chiqarishni yeysanmi? Ayma. Bizda daraxt muammosi paydo bo'ldi deb. Chiqardim uni. Yo'q. Ishonmayman, plakidan yiqilib, plaki deyapti. Cho'chqasini o'ldirdim. Lekin o'ldirganim yomon kulib olardim. Baxtga. Tushmadi, omadsiz ekan bu ku. Vaqtda cho'chqadim. Skelet. Sen bular birinchi marta. Yoki bir yarimta jonim qoldi do'stlar. Bir yarimta jonim qoldi. Yo'q. Yarimta jon. Akalar qutqaringlar. Ukalar qutqaringlar. Yarimtani zarba berdim. Mana qarash o'g'lim. Yarimta jon. Ovqat olib kelmandan, men nopti bunkerdan. Mana shu yashini o'tiraman senga qarab. Ovqat ber. Skeletdan qo'rqsin. Yarimta jonim qo'yim, bitta creeper o'rmonlarni olib tashlash kerak-da. Haqiqat hech kim kelmasin, olam, hech kim kelmasin. Luboya javob. Voy, yo'q, Luboya. Men chaqirsam o'ldiriraman. Men urgimchi chaqiraman, o'ldirdichi. Hamma ovqatni uxlatib ketding-ki. Menga ham sol 3-4 ta ber, menga. 2 ta ber. Bas, 1-2 ta ber. Bu og'ir ovqatini yedi. Bu ovqat yo'q bizga. Voy, cho'ch! Cho'chqani hal qilishdi. Bo'ldimi? Cho'chqani hal qilish. Suvga uchish ehtimoli o'zi 0% edi. Masha. Narsalarni ko'p gapirmasdan cho'z meni ishtonimni. Aslahalamni qaytar. Astaxalal, anaqa so'z yuribdi bittasi. Ichimda 36 ta mana bu. Asan men kirkay. Adashmasam sen kirkay. Qaniyda. Qani? Men dojibdi. Alo, menga podal. Men kirkay. Yedimmi? Yo'q. Mana. Qara bambukni yonga tushdi. Ha, ne? Yo'q, kimga kirgan?
şu kiyimim yo'q bo'lib ketdi kiyim. Qara mana bu qoldi. Mayli tez uyda tugatish kerak edi, videoni tugatish kerak. 10 daqiqa bo'libdi. Xayrlashamiz. Do'stlar, buni hech balo qilish yurgurmay, mana bu Shohruh deb. Mayli. Keyingi video kes xayrlashib olaylik. Do'stlar, mayli, xayrlashish zo'r bo'lishi uchun PP qilamiz. Haqida qo'lli PP. Qo'li bo'lmay taporga qilamiz. Hamma narsang zo'r, hatto kiyimingni ham zo'r. Tushundingmi? Kiyiming yo'q, taqsan bechora. Bechora. Sen jo'ning pulda yurguncha men PP'ni boshlayveraman. Mayli, boshla dijangni. Onchacha. To'xta, mayli. Aytganingdek ovqat. Hazırlaşın. İkinci round davaychi. İkinci round. Ben ikkita jonimni berdim. Yo'q. Bolta qaytar ko'p gapirmasdan. Ko'p gapirmasdan seni yarim tagini jo'ratadi. Bolta qani? Pepe nafe, Pepe. Yes. Mayli, xayr. Sog' bo'ling, sizlar bilan Shohruh edi.